Bitta chotki biznes ideya aytaman, faqatgina negativchilar darrov negativ fikrlar bo'lmasin. Videoni oxirigacha ko'ring, ma'qul bo'lmasa keyin mayli o'zlaringiz bilasizlar. Buni qilayotgan kishi qiladi, mana ko'rishlaringiz mumkin. Hozir eng trenddagi suxofruktlar klubnikani olib, chiroyli upakovka qilib magazinlarga sotayotgan ekanlar. Men Toshkentdagi magazinlardan xarid qildim. Ana shu bir pachkasi 12 ming so'm sotilyapti. Ichiga 7-8 ta klubnika, bundan kattaroq klubnika solingani 14 ming so'm ekan, bu 12 ming so'm ekan. Oddiy bitta uslub ishlatgan. Mana bu naklenka o'zini brendini qo'yib sotyapti. Juda ham aqlli, chiroyli fikr. Paketiga ham juda ko'p pul ketmagan. Agar shunaqa biznes qilmoqchi bo'lsalaringiz, bizani Buxoro, Navoiy oblastlariga bu narsadan yo'q, bemalol magazinlar tarqatsalaringiz yaxshi biznes bo'ladi. Mana uslublarni xilidan, har xildan bor. Qanaqa razmerdan kerak bo'lsa agar bemalol Sharifjon savdo majmuasida kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Aytganday, negativchilar biz qilganimizdan keyin uni xira sotamiz, nima uchun o'zingiz qilmaysiz degan fikrlar kommentarlarga yozilyapti. Menga unaqa xizmat turlari yo'q. Biz faqatgina biznes ideyani aytamiz va uskuna sotamiz. Keyin bu yog'ini o'zingiz harakat qilsangiz agar eng top maksimalni o'rinlarga chiqishingiz mumkin. Magazinimizga kelsangiz agar bir piyola choyimiz bor. Hammalaringizni Sharifjon savdo majmuasiga kirib qolamiz. Bizni kuzatishga davom eting. Ko'rganga ko'rishguncha.